Qishloq xo'jaligi modernizatsiyasi haqida gapirganda uning qon tomiri bo'lgan suv xo'jaligini aytmay bo'lmaydi. Ayniqsa 80% dan ortiq ta'minot transchegaraviy suvlarga bog'langan O'zbekiston uchun uning barqarorligini ta'minlashga siyosiy iroda, kuchli diplomatiya kerak. Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev bilan shu haqda suhbatlashdik. O'zbekistonga bugun kirib keladigan suvlarning asosiy qismi transchegaraviyda. Bugun davlat rahbarining aynan tashqi siyosatda qo'shni mamlakatlar mintaqadagi bir do'stona siyosatda bizni qishloq xo'jaligimizga, suv xo'jaligimizga bevosita ta'sir ko'rsatdi, to'g'rimi? Albatta, bu bebaho bir natija bo'ldi, chunki mana biz doim shu urush janjallar ham suv bilan kelib chiqqanda juda og'ir bo'lardi. Mana shu suv siyosatga aylanib ketib, to'g'ri aytdingiz, 80% dan ortiq, ba'zi yillarda 85% suv transchegaraviy chetdan keladigan suvlar edi. Ular mana qishda katta suvni chiqarib, elektr energiya ishlab chiqarib yuborib, yozda endi suvni to'plashimiz kerak qishga deb yana qiladi. Bizda yozda qurg'oqchilik bo'lardi. Qishda biz faqat borib shu bir joyni urib ketmasin, aholini suv bosib ketmasin deb shu sel toshqinlar bilan kurashardik. Biz 6 oylab gaplashmaganmiz. Gaplashsak, nimani gaplashding deb savol-javoblar, so'roqlar bo'lgan. Va shuningdek, chegaradan o'tib qaytishda muammolar bo'lgan. Mana hozir do'stona vaziyatda biz hatto bormasdan ham telefonda ham gaplashib, ular bilan mana shuncha suv kerak edi, hozir shuncha bergin, ertaga buncha bergin deb gaplarimizni eshityapti. Qishda biz Qirg'izistonga imkon darajasida elektr energiya, gaz qisman beramizda, suvni To'xtagul suv omborida saqlab qolamiz. Xuddi shuningdek, mana Qozog'iston ham shu ishlarni biz bilan birgalikda bajaryapti. Tojikiston bilan Nurek suv ombori, mana Qayroqqum suv ombori bor. Shularni ham boshqarishda biz ma'lum bir muloqotlar, ma'lum bir-birimizga amaliy yordamlar qilyapmizki, shu natijalar bo'lyapti. Turkmaniston bilan juda ko'p gaplarda suvda biz har 15 kunda suv taqsimotini birgalashib kelishib qilyapmiz. Bu bo'lmagan. Hammasi bu prezidentimizning yaratib bergan imkoniyatlari, bu kishiga bo'lgan qo'shnilarning hurmati, do'stona, yaxshi munosabatlarini samarali natijasi bo'lyapti. Sharhimiz avvalida bir gapga urg'u bergan edik. Inson hayotida pul bilan o'lchab bo'lmaydigan qiymat haqida. Bu uning qadri. Davlatimiz rahbarining inson qadrini ulug'lash siyosatini qishloq xo'jaligi xodimlari bayram arafasida yuksak unvon, orden va medallar bilan taqdirlangan dehqon, fermer, klaster egasi, suvchi, cho'pon, boringki shu sohaning barcha fidoyilarining o'zlaridan eshitdik.